toki siz xalqimiz bor ekan, bu qo'shiqchilik san'ati o'lmaydi. Mana Oboy ikkovimiz deb kelib qoldi mana. Oboy ikkovimiz. Oboy ikkovimiz. Endi Alloh nazar qilgan. Alloh nazar qilgan Nazarbekda yigit. Umri uzoq bo'lsin. Endi avvalo bu qo'shiqni yana ozgina tarixini gapirib beraman. 2009-yil 18-fevral kuni Ozodbek Nazarbekovning idorasiga bordim. To'g'risini aytsam, pul so'rab bordim. Chunki chang ko'chalarda aytib, 3-4 marta konsert berib ancha boyib qolgan edi. Ben bermadim. Hozir ham kambag'al emas. Ozodjon, ko'chada qolib ketdim. Uyga pul kerak. Pul ber desam, mendan ham battar pishiq ekan, bermadi vajo. Lekin dedi, aka dedi, bitta ashula bor dedi. Bitta ashula bor dedi, shu ikkovimiz ijro etamiz dedi. Sizlar ko'rgan mushtarak manzillardan svet o'chadi dedi. Hamma sizga o'xshab qoladi dedi. Hech narsani ko'rmay qoladi hamma dedi. Keyin men bitta monolog o'qiyman dedi, shukronlik to'g'risida. Eshitgansizlar o'sha zulmat deb boshladim. Keyin dedi, muzika ketadi dedi. Keyin ikkovimiz sahnada paydo bo'lib qolamiz. Siz burchakda aytib turasiz, men sekin sizga yetarib chiqib ketaman sahnaga dedi. Bugun teskarisi bo'ldi. Men bugun ozod yetarib chiqdim sahnaga. Shunga o'xshab yo'q, keyinchalik ko'p narsa so'radim, berdi, emas. Bu ular saxiy bo'ladi. Endi o'sha kunlarda bergisi kelmadi endi. Hozir ham o'rniga olgan narsani qarayman. Ha? Pulli o'rniga tekkan narsa. Pulli o'rniga tekkan narsa butun yetti kuchimizga yetadigan, hozir ham shu xalqimiz yaxshi ko'radigan, yana bu qo'shiqda bitta katta yutuqli tarafi Ozodbek Nazarbekov men yo'q paytimda ko'zini yumib qo'shiq aytishni o'rgandi. To'g'rimi? Ozodbek Amalgich, Menga uni uddalayapman, siz nima qilyapsiz, hayron. Men ham iloji boricha katta ochyapman ko'zimni. O'shanga o'xshab Ozodbek ukamiz mana ko'rib turibsizlar. Garchi katta bir lavozim egasi bo'lsa ham, kam taringidan bola bo'lib turibdi. 2009-yilda qanaqa turgan bo'lsa, hozir shunaqa turibdi mana quchog'imda. O'shanda shunaqa turgan edi. Keyin bu qo'shiq bilan bog'liq yana bir tarix. Tohir Saidov degan aktyorni bilasizlar. Haligi taqdir ko'chalarida gadoyda o'ynagan. Bir oshga kelib qolganda men ataylabdan jig'iga tegib, gadoylarning iltimosiga ko'ra shukronalik qo'shildi dedim. Aram o'tib ketgan ekan, jon-jondan o'tib ketgan ekan Tohir Saidovni. Bitta shogirdimni chaqirdilar. Ustozingga ayt, haligi Ozodbek aytgan qo'shiq bor-ku, ko'ram odam degan shuni aytib bersin dedi. Qarsa yillar bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum.